Diqqat, ta'ziya. Surxondaryoda ko'z ko'rib, quloq eshitmas fojia yuz berdi. Afsuski, hali juda yosh edi. Vafot etdi. Oila a'zolariga ta'ziya izhor etamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etmoqchi bo'lsangiz, videorolikka bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida 11-sinf o'quvchisi yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'ldi. Qayd etilishicha, holat 6-iyun kuni soat 01:30lar atrofida Bog'ishamol mahallasi hududida sodir bo'lgan. Damas haydovchisi chorrahadan chapga qayrilmoqchi bo'lganida qarama-qarshi tomondan harakatlanib kelayotgan 17 yoshli yigit boshqaruvidagi skuter bilan to'qnashgan. Oqibatda skuter haydovchisi son suyagi sinishi, bosh miya yopiq jarohatlari bilan Termiz shahar tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. Ushbu yoshgina yigitchaning oila a'zolariga ta'ziya izhor etamiz.